Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining navbatchilik qismi xabarlari dasturi. Hafta davomida viloyatimiz ichki ishlar organlari tizimida sodir bo'lgan voqea va hodisalar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar ichida tanishishingiz mumkin. Dastlab bugun e'tiboringizga havola etiladigan xabar va lavhalarning qisqacha sharhiga to'xtalib o'tamiz. Qonunga zid taklif ortidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Yerni noqonuniy sotmoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. Shahar hududidagi reyd tafsilotlari. 1 million so'm evaziga sotib olingan avtohalokat. Joriy yilning 8-aprel kuni Chortoq tuman ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi profilaktika katta inspektori Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Namangan viloyat bo'yicha boshqarmasi boshlig'i nomiga bildirgi bilan murojaat qilib, unda quyidagilarni ma'lum qilgan. 7-aprel kuni soat 22:30 larda inspektor Sossoy mahallasi hududida xizmat olib borayotgan vaqtida shu mahallada yashovchi fuqaroning boshqaruvida bo'lgan va 2106 rusumli avtomashina to'xtatilgan. Tekshiruv davomida haydovchi tegishli hujjatlari yo'qligi aniqlanib, avtomashina belgilangan tartibda yo'l harakati xavfsizligi guruhi jarima maydonchasiga olib borilgan. Oradan ko'p o'tmay fuqaro holat yuzasidan qonuniy chora ko'rilmasligi va avtomashinasini qaytarib olish evaziga xodimga 100 AQSh dollari hamda 1 million so'm miqdorida pul mablag'larini taklif qilgan. Xodim tomonidan bu harakatlar qonunga zid ekani haqida ogohlantirilgan bo'lishiga qaramay, fuqaro pora taklif qilishda davom etgan. Profilaktika inspektorining bildirgisi asosida shu kunning o'zida tezkor tadbir o'tkazilib, fuqaro 100 AQSh dollari va 400 ming so'mni pora sifatida bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Holat yuzasidan tegishli protsessual hujjatlar rasmiylashtirilib, Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Eslatib o'tamiz, pora olish, pora taklif qilish va vositachilik qilish jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Har bir fuqaro qonun oldida tengdir. Qonunlarga amal qilish barchamizning burchimiz ekanligini unutmang. Joriy yilning 11-aprel kuni Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida yer savdosi bilan bog'liq firibgarlik fosh etildi. Aniqlanishicha, Kosonsoy tumanida yashovchi shaxs shu tumanda yashovchi fuqaroga 20 sotiq yer maydonini 30 ming AQSh dollariga sotishini aytib, kadastr bo'limida ishlovchi tanishlari orqali ushbu yerga turar joy qurish uchun tegishli hujjatlarni rasmiylashtirib berishni va'da qilgan. Hujjatlarni noqonuniy yo'llar orqali rasmiylashtirib, mo'may daromad topishni reja qilgan ushbu shaxs kelishilgan pullarning 5 ming AQSh dollarini olayotgan vaqtida xodimlar tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Hurmatli hamyurtlar, mulk huquqlari bilan bog'liq har qanday bitimlar faqat qonun doirasida amalga oshirilishi lozim. Firibgarlik va hujjatlarni soxtalashtirishga urinish holatlari qonuniy javobgarlikka olib kelishini unutmang. Tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida Namangan shahar hududida hamkorlikdagi reyd tadbirlari o'tkazildi. Dastlab xizmat oldi yo'riqnomasi bo'lib o'tdi. Unda xodimlarga reyd davomida amalga oshirilishi lozim bo'lgan aniq vazifalar belgilab berildi. Shuningdek, fuqarolar bilan muloqotda qonun doirasidan chetga chiqmaslik, korrupsion holatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha barcha qat'iy ogohlantirildi. Reyd davomida shaharning turli jamoat joylari, mahalla hududlari, avtomobil yo'llari va aholi gavjum joylari qamrab olindi. Patrul post xizmati xodimlari tomonidan fuqarolar bilan profilaktik suhbat o'tkazilib, jamoat joyida shovqin ko'tarmaslik, tig'li buyumlarni yonda olib yurmaslik bo'yicha tushuntirishlar berildi. Belgilanmagan joylarga transport vositasini qo'yib ketgan haydovchilarga nisbatan qonuniy tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va ularga bu harakatlari boshqa haydovchilar yoki piyodalarning erkin harakatiga to'sqinlik qilishi, tirbandlik yoki to'qnashuvni keltirib chiqarishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirishlar berildi. Jamoat tartibini buzib janjal ko'targan fuqarolar esa hudud profilaktika inspektoriga yo'naltirildi. Probatsiya nazoratida bo'lgan shaxslarning yashash manzillarida ham o'rganish ishlari olib borildi.
Reyd doirasida ta'lim muassasalari tungi nazoratchilarining faoliyati ham o'rganildi. Ularning hushyorligi, mas'uliyati va maktab xavfsizligini ta'minlashdagi ishtiroki alohida nazoratga olindi. Shuningdek, shahar hududidagi kompyuter klublarida reydlar davom ettirilib, klub egalariga voyaga yetmaganlarning bu kabi joylarga kirishini cheklash haqida qat'iy ogohlantirishlar berildi. Shahar osoyishtaligi, aholi xavfsizligi yo'lidagi reyd tadbirlari har kuni davom etmoqda. Voyaga yetmagan bolalarga yana mo'shni berishgan. Qo'llaringizga ehtiyot bo'linglar. 120 tezlikda tormozdan ishlamay qolib, hozirda mana endi biz ota-onalar jabrini tortib o'tiramiz bu yerda. To'g'ri ish qilgandim, bega bular kelmasdim. Qaytib bu xato qilmayman. Bu oddiy hodisa emas, bu ogohlantiruvchi signal. So'nggi paytlarda voyaga yetmaganlar tomonidan avtomobil boshqarilishi va ularga transport vositasini ijaraga berilishi kabi holatlar ko'payib bormoqda. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan hududlarda, maktablarda, mahallalarda ogohlikka chaqiruvchi targ'ibotlar har kuni o'tkazib borilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida yo'l transport hodisalarining ayanchli oqibatlari ochiq-oshkora ko'rsatilmoqda. Ammo hamon o'zgalar hayotini xavfga qo'yib, avtomashinasini bolalarga pul evaziga ijaraga beruvchilar va bolalarning qayerda nima bilan mashg'ul ekanligidan bexabar ota-onalar yetarli xulosa olishmayapti. Joriy yilning 15-aprel kuni Yangi Namangan tumanidagi 70-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 2 nafar 8-sinf o'quvchilari Telegramdagi avtomashina ijaraga berish bilan shug'ullanadigan guruhdan 1 million so'm evaziga Spark rusumli transport vositasini 8 soatga ijaraga olib, uni boshqarib ketayotgan vaqtida tezlikni me'yordan oshirishi natijasida boshqaruvni yo'qotib, yo'l chetidagi beton to'siqqa borib urilgan. Hodisa oqibatida bolalar turli tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Eng achinarlisi, ushbu bolalar tahsil oladigan maktabda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan muhokama yig'ilishi o'tkazilgan edi. Aynan shu bolalarning voyaga yetmagan holda avtomashina boshqargani uchun ota-onalari, ustozlari, mas'ullar ogohlikka chaqirilgan edi. Bolaning tegishli xulosa chiqarmagani uni halokatga yetakladi. 120 tezlikda tormozdan ishlamay qolib, betonga urildim. Bolalarga avtomashinani ijaraga bergan shaxs to'g'risida olib borilgan surishtiruv ishlarida uning o'zi hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagani, avtomashinani joriy yilning 12-aprel kuni Toshkent shahrida yashovchi fuqarodan sotib olgani ma'lum bo'ldi. Yaxshi niyatda olingan avtomashina yaxshi kunlarga xizmat qiladi. Buni qarangki, bu yigitning avtomashinani voyaga yetmaganlarga ijaraga berish maqsadini ko'zlab qilgan harakati endi o'ziga ham qimmatga tushdi. 2010-yilda tug'ilgan bolalarga 15-aprel kuni soat 11larda berdim. 12:30larida moshina avariya bo'libdi. Ulardan men 1 million so'm pul evaziga 8 soatga moshinani berdim. Ular hozir banisada qilganimdan pushaymonman. Manadan uzr so'rab qolaman. Qaytib bu xato qilmayman. Ota-onam men yuzini yerga qaratdi. Qaytib bu xato qilmayman. Sizlarga ham tavsiya bermayman. Men o'g'lim ijaraga mashina berganiga yosh bolalarga halokatga uchrabdi. Shuning ota-onalardan shulardan uzr so'rayman. Qo'llaringizga ehtiyot bo'linglar. Befarq qilmanglar. Kechiringlar. Nazorat qilish bilmadimmi? Yo o'g'limiz bunaqa qilib qoldimi? Deb bilmadim endi. Bundan ko'ra hali gap o'lgani yaxshi. To'g'ri ish qilgandim, bega bular kelmasdim. Shu yerda yana bir savol tug'iladi. 8-sinf bolalar 1 million so'm pulni qayerdan olishdi? Nega ular maktabga bormadi? Biz bu kabi holatlar bo'yicha video materiallar tayyorlash chog'ida ota-onalarning aksariyatidan bir xil javob olamiz. Men tirikchilik qilyapman. Lekin bu tirikchilik fonida farzandlar nazoratsiz qolmoqda, ta'limdan uzilmoqda. Ularni vaqtida nazorat qilinmasa, bolalar ko'chalardan, ijtimoiy tarmoqlardan yoki shubhali do'stlardan tarbiya ola boshlaydi. Ota-onaning kechikkan e'tibori bolasining fojiasiga sabab bo'lishi mumkin. 1 million so'm pulni qayerdan olding? Ishxonadan. Ishxonadan? Bu kimning ishxonasi? Dadam. Dadangiz bildilarmi? Yo'q. Yo'q. Hozirda mana endi biz ota-onalar jabrini tortib o'tiramiz bu yerda. Qancha ota-onalar o'z Namangan viloyatida xuddi shunaqa tadbirkorlar orqasidan aziyat chekdi. Vijdonni sotmasdan bir qallan ishlatib ish qilayni. Ota-onalarga jabr qilmani bizga.
Biz bularni orqasidan pasani poylab yurolmaymiz. Bular telefonda shino kanal kirsa, sizlar taklif qilib tursani, bular telefonni pasan tekshirishga bizni qurbimiz yetmaydi, aqlimiz yetmaydi. O'zimiz ishimiz bor, bola chaqani boqish bor, ish ro'zg'or bor. Sizlar mana endi azimaga oson pul topaman deb bularga mo'shani berasizlar, bular avariya bo'lib o'lib ketgani qancha. Hozir mana shu 15 kundan beri komada yotgani bor ekan bitta. Xuddi shunaqa avariya bo'lib. Xayriyatki, bolalar jiddiy jarohat olishmagan, ammo bu mavzuga ota-onalardan befarq qaramasliklarini, voyaga yetmagan farzandlarining harakatlarini nazoratdan qochirmasliklarini so'raymiz. Pul evaziga avtomashinani ijaraga berayotgan shaxslar esa bu harakatlari bilan oson daromad topish ilinjida bolalarni xavfga solayotganini, ularning bu qilmishi shunchaki huquqbuzarlik emas, inson hayotiga suiqasd qilish bilan teng ekanligini anglab yetishlari uchun yana qancha voyaga yetmaganlar avtohalokatlarning qurboni bo'lishi kerak, yana qancha bolalar nogiron bo'lib qolishi kerak. Yana qancha ota-onalar farzandidan erta judo bo'lishi kerak. Go'daklarga ijaraga mashina berayotganda nahotki vijdoningizga savol bermaysiz? Bolalardan olgan pullaringiz sizga halolmi? Kimnidir oilasining musibati evaziga kelayotgan pullar bilan farzandingizni boqyapsizmi? Ro'zg'or tebratyapsizmi? Qing'ir ishlaringiz kun kelib boshingizga to'qmoq bo'lishidan qo'rqing. Avtohalokat sabab bolasidan judo bo'layotgan ota-onalarning qarg'ishidan qo'rqing. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Bebaho boyligimiz bo'lgan tinch osuda kunlarimizni qadriga yetish, uni asrab avaylash barchamizning muqaddas burchimiz ekanligini unutmang. Kelgusi ko'rsatuvimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.